Bu gazli kolonka, vodonagrevat pil. Bu narsa o'zi dush uchun, pasta moykalar uchun suv isitishga mo'ljallangan narsa. Gazda ishlaydi. Bunga biz bitta sirkulyatsiya nasos qo'ydik. Shu orqali bu ishlab bizga uyimizni isitish uchun xizmat qilyapti. Mana kirishi gazi, suvni kirishi chiqishi. Ekonomishniy, puli ham arzongina. Bor yo'q $250. $500 italyancha katta emas. Kimki uylarini arzonroq telekada isitdi, gazim bor, 60 ming, 70 mingga katta olgani imkoniyatim yo'q degan odamlarga mana shu narsani tavsiya qilamiz. Bu sinovdan o'tgan, biz bu narsani 4-5 yildan beri ishlatamiz shu uyimizda. Mana shu uyni isitadi va yonboshida yana ikkita xona bor. 4x4 dan ikkita xona bor. 60-70 kvadratni bemalol isitib bera oladi. Kimga shunaqa kategoriyalar kerak bo'lsa, restoranlarga, detsatlarga, posudmoykalarga juda bop narsa. Безопасный. Hadeb Aristonda ham kuyib qoldi deb to'kni qimmatligida to'k ishlata olmasdan gaz ishlasangiz ancha ekonomishni tushadi. Restoran kafelarga juda o'ng narsa. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar.